Toshkent shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi hamda shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda poytaxtimizda joylashgan tibbiyot muassasalari xodimlari ishtirokida sog'liqni saqlash sohasida ishlayotgan xodimlarning mehnat huquqlarini ta'minlashning dolzarbligi va ahamiyati, mavjud muammolar va ularga yechimlar berish mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Tahliliy va tanqidiy ruhda o'tgan seminarning Toshkent shahar Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan mehnat qonunchiligiga rioya etilishi ustidan davlat nazoratini kuchaytirish, profilaktik tadbirlarni o'tkazish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, inspeksiyaning joriy yilning birinchi yarim yilligidagi faoliyati yuzasidan hisobot ham taqdim etildi. Qayd etilishicha, mehnat huquqlari buzilganlik yuzasidan kelib tushgan murojaatlarning 185 tasi tibbiyot muassasalari hissasiga to'g'ri kelgan. O'tgan 6 oy davomida sog'liqni saqlash tizimida ish beruvchilar tomonidan 214 ta qonun buzilish holati aniqlangan bo'lib, shundan 202 tasi mehnat qonunchiligi, 12 tasi esa mehnatni muhofaza qilish talablari bilan bog'liq. Bugungi aynan sog'liqni saqlash tizimi xodimlari bilan o'tkazilgan amaliy anjumanda aynan ularda qiynayotgan savollar hamda amaliyotda yuzaga kelayotgan mehnat va mehnat muhofaza qilish sohasidagi xato va kamchiliklar, ularni bartaraf etish hamda kelgusida bu kabi holatlarga yo'l qo'ymaslik masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish amaliy suhbat va savol-javob tarzida tashkil etildi. Ushbu yig'ilishda Toshkent shahridagi mavjud sog'liqni saqlash tizimidagi 80 dan ortiq sog'liqni saqlash muassasalari xodimlari qatnashdi. Shu kabi Davlat mehnat inspeksiyasi hamda Toshkent shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi rahbariyati ishtirok etdi. Bugungi anjumanda aynan yechimini kutayotgan masalalar, mehnat va mehnat muhofaza qilish sohasida yechimini kutayotgan masalalarga bir qancha yechimlar berildi, huquqiy baholar berildi va anjuman ishtirokchilari bundan mamnun bo'ldi. Bugungi o'tkazilgan seminardan asosiy ko'zlangan maqsad yuzaga keladigan mehnat va mehnat muhofaza qilish sohasidagi qonun buzilish holatlarini oldini olish, xodimlarni kafolatlangan mehnat huquqlarini ta'minlash hamda ularni munosib mehnat sharoitlarida ishlashi uchun yetarli shart-sharoitlar yaratilganlik holatini aniqlash va ularga amaliy yordam ko'rsatishdan iborat. Shuningdek, seminar davomida tibbiyot muassasalari xodimlari amaliyotida uchrayotgan muammolar va mehnat munosabatlariga oid savollarni Davlat mehnat inspeksiyasi mutaxassislariga yo'llashdi. Mutaxassislar esa amaldagi qonunchilik talablari asosida huquqiy tushuntirishlar berib, mavjud masalalarning yechimlari yuzasidan tavsiyalar bildirishdi. Bugun biz o'zimizga qiziqtirgan savollarimizni bugungi kunda mehnat qonunchiligini xodimlarga tatbiq etayotganda qaysi tomonlarda biza xato va kamchiliklarga yo'l qo'yayotganligimiz to'g'risida katta tushunchaga ega bo'ldik. Bundan keyingi seminarlar yana bizga tashkillashtirishsa biz juda ham xursand bo'lar edik. Keyingi tashkillashtirishganda albatta biz bugungi kunda buyruqlarimizni, ichki mehnat tartib qoidalarimizni yuridik o'zimizning Adliya vazirligi bilan hamkorlikda yuridik markaz xizmat bo'limini ham bu yoqqa taklif etganda maqsadga muvofiq deb bilaman. Chunki bizning barcha buyruqlarimizni bugungi kunda yuridik markaz xizmatlari xulosa berishadi hamda muvofiqlashtirib berishadi. Shuning uchun keyingi seminarlarga ham adliya bo'limi xodimlarini taklif qilishligini so'rab qolaman. Bunday amaliy seminarlar mehnat qonunchiligini joylarda to'g'ri qo'llash, ish beruvchi va xodimlar o'rtasidagi huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda mehnat nizolarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng asosiysi, har bir xodimning mehnat huquqlarini ishonchli himoya qilish va xavfsiz mehnat sharoitini yaratish bu boradagi ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.